Xudo xolasa navbatdagi dastavkamiz Marg'ilon shaharga bo'lyapti. Xudo xolasa Eko Turetskiy avtomat kotyolimizdan hop 30 kilovatligi xudo xolasa dastavka qilib beryapmiz. Marg'ilon Mashhadga bo'lyapti. Egamberdi akamiz xonadonlariga. Kotyolimiz 200 kvadratdan 300 kvadratgacha, ya'ni 200 dan balandroq 300 gacha bo'lgan joylar uchun avtomat mo'ljallangan bo'ladi xudo xolasa. Bunkeriga 180 kg ko'mir sig'adi. Reduktorlari original bo'ladi, tiqilmaydi. Xudo xolasa oldiga orqaga qiladi. Ko'pchilik aytadi, ko'mirdan tosh chiqib qoladigan bo'lsa. Ikkita tosh bo'lsa ancha-munchasini maydalaydi. Maydalanmay qolgan kuchi yetmaganiga bo'lsa, o'zi orqaga oldiga qilib yuboradi bular. Aqlli ishlaydi. Ulitkalari ham 5 ta rejimda past baland bo'lib ishlaydi xudo xolasa. Original bo'ladi. Kotyol o'zi ham to'liq izolyatsiya bilan qoplangan bo'ladi. Miyalarigacha aqlli bo'ladi. Svet o'chib qoladigan holat bo'lsa ham, svet yongandan keyin yana o'sha holatdan, o'sha qo'ygan nastroykasidan davom etib ishlayveradi xudo xolasa. 3 yil to'liq garantiyasi bor. Chepla idealga aloqa qilib ko'rasizlar.